bug'doy doni qanday olinadi, qanday ajratiladi, inshaalloh hammasini birma-bir ko'rsatamiz. 2025-yil mana birinchi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanalini ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsizlar. Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga mana bugun Afg'onistonda bug'doyni donini qanday ajratadi, o'shani birma-bir ko'rsataylik dedik. Ko'pchilik yozibdi, Afg'onistonda dehqonchilik bug'doylarni o'rishini ko'rdik, lekin donini qanday ajratadi debdi. Donini qanday oladilar? Mana o'shani hozir bugun ko'rsataylik deb keldik birodarlar. Afg'onistonda birinchi o'rgan va birinchi donini ham mana ajratib olyapti bug'doyni. Inshaalloh videomiz yoqsa videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Bo'lmasam video sizlar bilan birodarlar. Mana birodarlar, traktor keladi mana shunday. Mana bu traktor, mana ko'rganingizdek birodarlar, mana qarang. Traktor aylantiradi buni. Bug'doyni donini ajratadigan bor-ku, o'shani traktor aylantiradi. Traktor ham ochiq turgan mana yonib. Mana uchmaydi traktor. Shu bug'doy tugaguncha uchmaydi. Bug'doy birinchi o'rgan odam Shukur Hoji akamiz. Hoji Shukur akamiz mana. Bug'doyning egasi, yerning egasi mana shu akamiz bo'ladi. Hoji Shukur akamiz. Ko'pchilik so'radi, donini qanday ajratadi? Mana shunday birodarlar. Afg'oniston. Mana bir kishi bu yerda turish kerak. Mana qaranglar. Mana bug'doy o'zi ajratib kelaveradi mana shunday doni. Dehqonchilik bug'doy birodarlar, mana ko'rganingizdek maşalloh. Mana zo'r bo'lgan maşalloh bu. Mana somonni bu taraf shamolga qarab, o'sha bizda turshal deydi buni, turshal. Shamol qaysi tomonda, somon qaysi tarafga ketish kerak, o'shanga qarab traktorni mana shunday qo'yadilar birodarlar. Mana qaranglar, somon mana bu tomon shamol olib ketyapti somonni. Hammasi mana shu yerga to'planadi inshaalloh. Keyin ertaga jamlanib olinadi yo indinga mana shunday birodarlar. Inshaalloh birodarlar, videomiz yoqsa videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shunday qishloq hayoti bo'lsin, dehqonchilik bo'lsin, qo'ldan kelgancha videolar qo'yib boramiz. Sizdan like, mendan video inshaalloh birodarlar. Bunday ozgina qo'l ekan, adashmasam. Mana shunday birodarlar, Afg'onistonda bug'doyni donini qanday ajratadi? Mana shunday keltirish kerak, boylangan hammasi. Mana shunday bir joyga to'plab qo'yish kerak. Hammasini qurgandan keyin traktor kelganida keyin odamlar mana traktor yoniga keltirib boradilar.
birodarlar, odamlar bilan suhbat qilmoqchi edik, chunki to'xtamasdan ishlash kerak. Bo'sh aylanmasligi kerak. Xulosa. O'sha ko'ryapsiz, mana bug'doylarni qanday sindiryapti, qanday samonlarni chiqaryapti. O'sha to'xtamasligi kerak. To'xtab qolsa, buzilib qoladi. O'shaning uchun to'xtatmaslik kerak. Bug'doyni bir kishi tepadan qo'yib turish kerak. Mana shunday bir ikki kishi ham mana shunday keltirib yetishtirib berish kerak tepadagi odamga. Mana qarang birodarlar. Har bir videomiz biz uchun, har bir laykingiz biz uchun muhim birodarlar. Har bir laykingiz. YouTube auditoriyasida layklar soni qancha ko'p bo'lsa, videoda odamlar ko'rish soni ham shuncha ko'p bo'ladi birodarlar. Shu layklarni ayamasdan bosinglar inshaalloh. Layk muhim birodarlar, layk. Xurmoga barakasini bersin maşallah. Mana bu yerda ham tarvuzlar ko'rganingizdek birodarlar, dehqonchilik, mana tarvuz. Afg'onistonda tarvuzlar. Bo'lmasam birodarlar, videomiz yerda to'xtatamiz inshaalloh. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Layklarni unutmaysizlar degan umiddamiz inshaalloh. Layk sizdan, video bizdan birodarlar. Sizdan layklar soni qancha ko'p bo'lsa, bizdan ham kanalimizda, YouTube'lar kanalimizda videolar soni ham shuncha ko'p bo'ladi birodarlar. Layklar soni qancha ko'p bo'lsa, kanalimizda videolar soni ham shuncha ko'p bo'ladi. Inshaalloh layklarni ayamasdan bosamiz birodarlar.